bo'lgan qiz bir guruh shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan va zo'rlangan. Viloyat Asaka tumanida 17 yoshli qiz bedarak yo'qoldi. Bedarak yo'qolgan qizning oradan 8 yil o'tib bir guruh mast kimsalarning qurboniga aylandi. Tavba qildim, odamlarga nima bo'lgan? Bu kiyimda kech bo'lganda aniq bir o'zim chiqolmayman. Tinchgina shu kiyimlarimni kiyib borib kela qolay yo bormasammi? Oddiygina borib kelaveraman. Hozir unaqa qo'rqinchli zamon emas-ku. Tavba, hamma endi ko'zimga qo'rqinchli ko'rinyapti. Qayerdan ham yangiliklarni eshitdim. Ko'cha to'la odam ekan, hammasi yaxshi. Hali vaqtli bo'lsa, buncha ko'chalar qorong'u. Bu liftdagi odammi yo o'xshabdimi? Yana o'shami? Urishib bersam agar baribir kuchim yetmaydi, yaxshisi odamlar ko'proq tomonga yuguraman. Tezroq mana buni yo'qotib taksi chaqirib uyga ketaman. Xudoga shukr, boshqa hech qachon bir o'zim kechqurun ko'chaga chiqmayman.